95 391 1801 abonentga ham murojaat qilib Telegramdan o'tishingiz mumkin. Birozdan so'ng postlarni ham joylab boramiz. Narxlarini ana shu postda kommentariyada bildirib qo'yamiz o'rtoqlar. Birinchi gilamizni ochishda pishmaydi bir-biridan alisatorning tashna o'rtoqlar ko'zga. Ko'rib turganingizdek bu juda ham chiroyli. Buni razmeri 3 ga 4,5 o'rtoqlar. Hamma razmeridan bor, lekin shunisi shunday. Adashmasam bunisi ham juda ham chiroyliga o'xshaydi, chunki 10 ta joydan sko'chlanganga qaragan. O'rtoqlar, tayyormisiz bu gilamimizni ko'rishga? Like bosing, kommentariy yozga bo'ladi o'rtoqlar. Agar u gilamga ulgurib 1+1 ga ulgura olmagan bo'lsangiz, bizda har bir gilam uchun mana bunday qimmatbaho sovg'alar berib boramiz. Yangi yil sovg'asi o'rtoqlar. Tasodifiy tanlov orqali har bir gilam uchun bittadan Izmir sag gilamlarga tegishli ekan. Juda ham sifatli gilamlarni yetkazib berishgan bizga. Buning uchun Samarqandga sag gilam do'koniga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. 3 ga 4 gilamimizning kirchimon rangi o'rtoqlar. Bu ham olsangiz bitta gilam xarid qilasiz va ana shunday maishiy texnikalarning birortasini sovg'a tariqasida beramiz. Tasodifiy tanlov orqali o'zingiz varaqdan tanlab olasiz. Akalar, ukalar, opalar, singillar bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Yangi lekin bosilmasa va komment bo'lmasa o'rtoqlar buni ocha olmayman, lekin tayyorlab qo'yaman. Meni umidim sizlardan juda ham katta. Aylaning va sizga esa mana shu muxlisimiz obuna bo'lganingiz uchun ham 10% skidka beramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Efirni men orqali ko'rayotgan bo'lsangiz, mana shu bola orqali efirni ko'rib gilam xarid qilgani keldi. Mana shu Telegramga men o'yinda qatnashmoqchiman deb yozsangiz, 10 ta ishtirokchidan bittasini tanlab olamiz va tanlab olganimizdan so'ng shiylab turib stol ustiga tashlaymiz. Shiylangan odamlar eshitmadim demanglar. Gilamlar uchun skidkalarni zo'ri 1+1 e'tiborni bunga qarating. 1+1 har bir gilam uchun bittadan sovg'alar. Challenge'da ishtirok etish. Ey do'stim, efirga kiring, efirga mana bu sovg'aga ega bo'lishingiz mumkin. Sovg'ani qarang o'rtoqlar. Do'stlar, jonli efirimizga kiring. Mana bu sovg'ani bugun o'ynaymiz o'rtoqlar. Kimga nasib qilsa, o'shaniki.